Xo'jaylning sentrna uylarda usunishda davom etamiz do'stlar. Bunday yerlar super lokatsiya deb aytiladi. Turimizda Kalsavoy, Pekarniy, Baxmal marketning qarama-qarshi tarafidagi Tulpar ko'chasida joylashgan uyimizda sotuvga qo'yib do'stlar. Mana shu ko'chadan kirib kelsangiz, o'ng qo'l tarafimizdagi 6 sotik yer maydonga ega bo'lgan uy. Kirib jasovga tayin bo'ladi. Aldı tarafında usunday atizlari bo'ladi. Uyimizning sirtqi ko'rinisi. Niki usunday ko'rinishda Tulpar ko'chasi 14-uy. Tanishtiramiz, uyimizning kirebesh yeri usunday bo'lib boshlanadi. Bemalol 2 mashina turuv o'rni bor. Kengchilik usunday uzun. Ko'rib turganingizday. Uyimizning bahosini birdan aytib o'taman. 320 million so'm kelsam savdolasamiz degan baho. Hozirroq videomizga birdan like bosib, Xo'jaylning sentridan shunday uy so'rab yurgan tanishlarımizga berib qo'yamiz. Bu birinchi bo'lmasi, shunday kontramarka peshi bor. Ko'rib turganingizday 320 million so'm kelsam savdolasamiz degan baho. Bu tarafimizda uyimizning mehmonxona bo'lmasi joylashgan. Patologimiz shunday ajoyib dizaynda ishlatilib qo'yilgan. Aboylar bosilgan. Ko'rib turganingizday mehmonlaringizni bemalol qismboy, tartinboy kutib berasiz. Yo'lning bo'yina yaqin marshrutlar qatnovi tinimsiz, maktab, dispa, bolalar bog'chasi, kafe, restoran hammasini 5 minutda yetib olsangiz bo'ladi. Bu keyingi bo'lmasi. Bu yerimizda de kontramarka peshi bor ekan. Yana bir bo'lmasi, shunday kengchilikda bo'ladi. Ekranimizda o'sha ko'rsatilgan nomerlarga hozirroq baylanishib orqali uyimizda sotib oldim sizlarni imkoniyatlarini ko'rib chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Endi sizlarni uyimizning asxonasi, tozalik bo'nlari bilan tanishtirib o'taman. Bu tarafda joylashgan bu asxonasi, shu asxona mebli qoldirlarda sizlar uchun gaz, suv, to'q yog'ni ulama mashqalasi yo'q katyolimiz. Bu joyimizga qarasangiz tozalik bo'ni joylashgan, ariston qo'yilgan. Niki zo'r like bosib qo'yamiz videoga. Endi sizlarga uyimizning orqa tarafini ko'rsatib o'taman. 6 sotik yer maydonga ega bo'lgan uy. Orqa taraflarida shunday atizlari bor, yeginchilikka qizg'atuvlar. Ya'ni mol boqu, qo'y boqu uchun shunday qo'ralari bo'ladi. Niki tovuq boqsangizda qatib ketadi ekan. Xo'jayli Pekarniyning qarama-qarshi tarafidagi Tulpar ko'chasi 14-uy. Shunday qo'ralari bor, ko'rib turganingizday bemalol sharboshlik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Shaxsiy lokatsiyadan uy so'rab yurganlar, men sizlarga ajoyib usullardan biri qo'ldan bermay